shaxsiyga yozishdi. Sizlarga ham yozishgandir. Ya'ni u bo'lar ekan shunaqa mavzularda. Bugun ham bittasini o'qib qoldim. Futbol haqida gaplashing, shunday har xil mavzularga gaplashing. Futbolni baribir qoyillatmayapsizlar dedi. Shunga o'xshashroq. Unaqa gap yo'q. Futbol haqida boshqa podkastlar ham bor. Ha. Ilmiy yondashiladigan XG juda bir 14-hudud XG palon chiziq piston chiziq bilmayman endi rosa gaplashasizlar-yu aldamchi 9lik o'zi bilasizmi bir bilmagan sohangizga bir ma'ruzaga kirib qolsangiz siz bilmagan terminlar ishlatsangiz o'sha odam aqlli ko'raveradi-yu shunaqa-da biladi ham o'tirib olib Einsteindan so'rashgan-ku sizdan ham aqlli odam bormi desa ha shofyorim degan bilasizmi keyin qanaqasi shofyor desa bir kun o'rningizga chiqing deydi. Hamma temani ham bilaman, mavzuni ham bilaman, gapiraveraman deydi. Chiqib gapiradida kutilmagan, o'zi bilmaydigan mavzuda bitta savol berib qoladi. Keyin u o'zini yo'qotmadi-da, bu juda oddiy masala, bu juda oddiy savol. Buni javobini hatto shofyorim ham biladi. Turing deydi-da. Rostakam Einstein chaqirib sahnaga olib chiqadi. Vaziyatdan chiqib ketgani uchun mendan aqlli degan. Shunaqa, shuning uchun hozir biz Jamolga ikkalamiz shofyormizda. Siz rostmana shofyorsiz degan. Tom ma'nodagi. Shopir. Siz bo'lmasa xayolga ham kelarmidi deb yo'qmi? Jamol aqlligichmizda. To'g'ri ekan, o'zi Einstein degan. Oltin devorda bor-ku shunga o'xshash. G'anazafmas Nargisi. Bir qo'shnisi arabcha biladigan bo'ladi-yu. Pirimsiz deb qo'yadi-yu, bir narsalar arabcha gapirib qo'yadi-yu. Boshqa narsani aytgan bo'ladimi o'sha? Kim biladi, ishqilib arabcha gapirib qo'yadi. Oltin devor kim yozgan bilasizmi? Said Ahmad. Kim yozgan? Shukur Burxon. Kim Vohidov. Men shuni ko'pchilik bilmaydi. Men bir paytlar bilardim. Yana esdan chiqaraman endi. Va yana Shukur Burxonmish. Erkin Vohidovga ajablanmay Shukur Burxon deb o'ldi. Erkin Vohidovga ajablanmayman, eslashga harakat qilyapman. Yo, lekin men Shukur Burxon aktyor. Bilmayman. Ozim kelgancha e'tibordim. Yo, Shukur Xolmirzayev deydi o'zi. Ha, Xolmirzayev. O'zi soha bittada. Ya'ni Shukur qanaqa yozuvchilar bor? Shukur Burxon aniq yozuvchi emas baribir. Yo'q, Shukurdan keladi.